Ko'p hali uylanmagan bolalarga shu maslahatni beraman. Bir bola bor edi, 19-20 yoshda, 5 yil oldin kelgan edi. Men biznes qilaman. Men hayotim tajribamdan o'tgan. Men biznes qilganim foydasi bo'lmadi. Uylangan ukam dedi. Uylansang rizqing kengayadi dedi. Gapimga kirmadi. Dedi, aka dedi, 5 yil har xil balo ish qildim lekin o'xshamadi ishlar. Aytdim-ku dedim. Lekin to'xtadim, buni ham bir hikmati bor. Men 5 yil oldingi inson emasman dedi. Nafs tarbiyasi kitobida yozib qo'yibdi. Ayollar bir xillar xafa bo'lib qolishingiz mumkin, lekin bu ham haqiqat. Yevreylarda avlod ham ayoldan hisoblanadi. Erkak kishidan o'tgan qon ayolga ko'proq o'tadi. Ayoldagi qon erkakka ko'proq o'tadi. Uylansangiz aqlli, farosatli ayolga uylaning. Agar uylanmasangiz, ming siz aqlli bo'lgan taqdiringizda ham sizning farzandlaringiz telba bo'lib tug'iladi.